100. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Afdalul islami al-hanifiyetu as-samha. İslam dininin en yuqorqi faziletleri al-hanifiye as-samha. Al-hanifiye degan bu birli Allah'a ibadet qilib, uningga hech kimni sherik keltirmaslik. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinlar bilan insonlarni birli menga ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Qur'onning boshqa oyatlarida Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi: "Ma kana Ibrohimu yahudiyan va la nasraniyan." İbrahim johidlardanmı bo'lmagan va xristianlardanmı bo'lmagan. Walakin kana hanifan musliman. Lekin birli Allohga ibodat qiladigan musulmon bo'lgan. Va ma kana minal mushrikin. Va u ko'p xudolarga ibodat qiladigan mushriklardan emasdir. Bu oyatni bayqasak bo'ladi. Al-Hanif degan Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmaydigan odam ekanligi ma'lum. İslam dinining ikkinchi fazilati bo'lsa, u as-samha. Bu so'zning ma'nosi yenikchilik, ig'irchilik keltirmaydigan din. Er bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh bo'lsin, qiri bo'lsin, boy bo'lsin, gadoy bo'lsin, hamma odamlarga loyiq keladigan dindir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra deydi. Allah Taala sizlarga yenikchilik xohlaydi va ig'irchilikni xohlamaydi deydi. Boshqa oyatlarida Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Odam ko'tarilmaydigan, chidolmaydigan narsani Allah uningga yuklamaydi deydi. Haqiqatda islom dini nihoyatda yenik dindir. Agar odam bolasi turib namoz o'talmasa, o'tirib o'tisi bo'ladi. Agar o'tirib o'talmasa, yetib o'tisi bo'ladi. Agar hech bir harakat qiladigan imkoniyati bo'lmasa-mu, chami yetgancha o'qisi bo'ladi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yassiru va la tu'assiru. Yeniklashtiringlar va ig'irlashtirmanglar deydi. Bu hadisda islom dinining ikki asosiy fazilati to'g'risida aytilgan. Birinchisi bo'lsa, u Alloh taoloning haqqini berish. Alloh taolodan boshqa hech kimga ibodat qilmaslik. Ikkinchisi bo'lsa, bu islom dinining yenikchiligi, odamlarga qiyinchilik keltirmaydigan din ekanligi to'g'risida aytilgan.